Ota bu aytar edi. Alloh nazar qilmasa eshak bozorga dallol bo'lmaysan deb. Shu bor gap shu. Ey birodarlar, birov dehqon, qarangda hayotni. Birov nonvoy, birov u, birov bu. Kim nima bo'lgan bo'lsa Alloh bergan bo'ladi. Bandasi xato qilmasin. Men aqlliman, men mehnatkaşman, o'shanga boyman. Mehnatkash boy bo'lmaydi. Alloh bergan boy bo'ladi. Mehnatkash boy bo'lsa edi, mehnat bilan odam boy qolsa edi. Eshak boy bo'lardi. Eshak nihoyatda mehnatkash, uni hamma biladi. Ey birodarlar, kimga nima bergan bo'lsa Allohdan orttirib masjidga bera olmasligi mumkin. Yetim, yesir, beva, bechora, chag'oy, kambag'alga bera olmasligi mumkin. Lekin uyga olib kelayotgan non tuzi, go'sht yog'i shuni o'zi ehson hisoblanar ekan. Shuni o'zi sadaqa hisoblanar ekan. Hijolat qilma mu'min. Men bera olmayapman masjidga deb. Olib kelayotgan go'sht yog'ingni o'zi ehson. Abu Hamid G'azoli aytadilar: Nafaqa menga farzdir. Nafaqa menga farzdir. Xotinimni boqishim kerak degan niyat bilan bir erkak ko'chaga chiqsa, mabodo ajali yetib o'lib qolsa, shahid o'libdi degan ekanlar.